Shuncha turib chek bursang-dan shu vaqtida. Imini qisib yurish kerak. Doktor, turmushga chiqatirman. Menda qizlik pərdə yo'q. Men aloqada bo'lganman. Nishatib, men qon chiqarsam bo'ladi deb yozib qoldiribdilar. Shuncha turib chek bursang-dan shu vaqtida. Lekin bu operatorimiz telefoni qo'rqib ketma. Xo'p, qaranglar. Axir men dum asabim o'ynab ketadi-da shunday vaqtlarda. Novu qaysi miya bilan o'ylab siz to'ydan oldin aloqa qilgansiz. Endi siz borib chimildiqda yolg'on aytasiz. Nishatib qaysi miya bilan-da? Imini qisib yurish kerak. Men bir videomiz ketadi bilasizlar. 4ta birini qo'shib qisib yurish kerak deb aytganman. Ko'p odam qisib yuribdi o'xshaydi-da. Yana aytaman, 4ta birini qo'shib qisib yuringlar. Bundan holatga tushmasligi uchun-da. Necha aytasiz? Oldingiz hozir. Mana kapsula qo'yasiz, boshqa aytasiz, tiktirasiz, atamaga aytasiz, giyo bolani quloqini lag'ma ildirasiz. Hayotingiz yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Qachon bo'lsam bu yolg'on chiqadi. Qachon bo'lsam. Shuning uchun bu narsani qilmanglar. Endi necha aytsam bo'ladi degan savolni javob beraylik. Hech qanday kapsulam yordam bermaydi. Agar bola tushunadigan bo'lsa, bu kapsulalarni ham boshqasini ham biladi. Bu вообще xato narsa bu kapsulada. Kapsulani sotib turganlar ham yaxshilab eshitinglar. Insof kerak odamlar. Insof kerak. Bir qarab olmasin, faqat pulni o'ynavermanglar. To'g'ri aldangan ekan bo'lsangiz, buni hayotini yaxshilatib beramiz. Hayotini yaxshilaymiz. Aldangan bo'lsa, borib to'g'risini to'g'ri aytish kerak. Meni shunday majburladilar yoki men aldanib qoldim deb to'ydan oldin yo'q aytishi kerak. Yo'q bilishi kerak bu narsa. Shuning uchun siz aldab turgan, men ko'p yozaman-da, shunday sotib turganlarda, nechun sotib tursan, birovning hayotini sen barbod qilasan, aldab tursan-ku, aldov bilan boshdan turtib qo'yadi desam, biz aldangan qizlarga yordam beramiz. Aldangan qiz bo'lsa, borib aytsan erini shuni. Agar tushunadigan, ko'ngli oq bo'lsa, bola tushunadi shuni. Agar haqiqatan ham yaxshi ko'rsa, oladi shu qizni. Shuning uchun kapsulangiz ham yordam bermaydi. Agar tiktirganingiz ham даже yordam bermasligi mumkin. Tushundingizmi? Bola, men ko'p video chiqarganman, bilasizlar. Agar shubha qildirsangiz, borib sud ekspertiza tekshirtiring deyman. Borib tekshirtirsa, sizni kapsula qo'yganingiz ham ma'lum bo'ladi, tiktirganingiz ham ma'lum bo'ladi. Shuning uchun iltimos sizlardan 4ta birini qo'shib yuringlar, qisib yuringlar. Hurmatli erkaklar, sizlar ham yana bir gapni aytaman. Birinchi kechada qon chiqmadi degani, u qiz ko'chada yuribdi, bo'lgan ekan, qizlik paytasi yo'q ekan degan gap bo'lmasin. Shubha qildingizmi? Boring sud ekspertizaga borib tekshirtiring. Gulden qiz hayotini barbod qilishingiz mumkin. Barbod qilib tashlashingiz mumkin bechora qizni. Hamma ham qon chiqadi degan joyi yo'q. Hamma aytganman, yana aytib o'ting shuni. Elastik parda bo'lishi mumkin, qo'rqqan bo'lishi mumkin, shu vaqt qon tomirlar qisiladi, qizlik pardasi qon tomir kam bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin yoki qizlik parda siz tug'ilishi ham mumkin. To'g'ri, bu kamdan kam holatlarda uchraydi, lekin shunday holatlar bo'lishi mumkin. Lekin u bechora qiz hech kim bilan bo'lmagan, faqat shu erim bilan bo'laman deb o'zini 4ta birini qisib yurgan, lekin siz kelib turib, "Senda qon chiqmadi, sen endi bo'ldi, yetgan ekan senda buni ayblasha qistonman." Gunohsiz siz yoziladi. Shuning uchun agar shubhangiz bo'ldimi, o'zingizdan so'rang boshda, keyin ertangi olib boring sud ekspertizaga, tekshirsin, ko'rsin, konkret gapni aytadi. Shuning uchun qistonmanglar. 4ta birini qo'shib sabr etib yuring. Bu gapni ko'p aytdim, yodlaringizda qolishi uchun.